Kollagenga boy, inson salomatligi uchun foydali hash hamda xalidis taomini tayyorlab ko'ramiz. Bir dona mol oyog'ini yaxshilab tozalab, bezlardan xoli qilib ajratib olamiz. Tozalangan oyog'ini yaxshilab chayib tashlab, qozonga solamiz. 1 kilo mol kachalkasi hamda bir dona to'piq, ya'ni chashka solib, suv solib qaynatamiz. Qaynab chiqishi bilan ichdagi barcha mahsulotlarni olib, suvni to'kib tashlab, boshqatdan suv solib yana qaynatamiz. Suvimiz qaynab chiqib, ko'piklarni olganimizdan so'ng 6 soat davomida past olovda qaynatib qo'yamiz. 6 soat davomida go'shtlarimiz xil-xil bo'lib pishib, oyoqlari ham suyagidan ajralib ketadi. Suvlarni sitidan o'tkazib olib, go'shtlarni maydaroq qilib to'g'rab olamiz. Go'shtlarni qanchalik xil-xil bo'lib pishib ketganini ko'rishingiz mumkin. Go'shtlarni o'rtacha yirilida maydalab, qozonga qaytarib solamiz. 4 dona chesnoni bo'lagini maydalab to'g'rab solib, tuz ham qo'shamiz. Xalidis uchun idishlarimiz tagiga qaynatilgan bedana tuxum, ukrop hamda anor donalaridan sepib, tayyorlagan hashimizdan quyib chiqamiz. Xalidislarimizni bir kunga xolodilnikka yuborib, qolgan hashimizga seldirib past tomonini to'g'rab qo'shib suzib yuboramiz. Hash va xalidis bilan zo'r chiqishadigan qora nonlarimizni shunaqa qo'rib olib, ukrop bilan chesnoni ozgina sepib yuboramiz. Xalidislarni ham tayyor holatini ko'rish mumkin. Ko'rinishi ham o'zgacha, o'zi bo'lsa quyuq bo'lib qotgan bo'ladi. Xalidisni sizlar ham bir marta bo'lsa shunaqa garchitsa, anor va shunaqa qovurilgan qotgan nonlar bilan yeb ko'rishingizni tavsiya qilaman. Bu videoni palonpilga aptekadan kimyoviy moddalarga boy bo'lgan kalagelni sotib olib yurganlarga yuborib qo'ysanglar foydali bo'ladi. Sizlar ham shu taomlarni tayyorlab yeb tursanglar, iliginglar to'q, suyaginglar mustahkam bo'ladi. Qo'ldan kelgancha tayyorlab ko'rishga harakat qildik. Xato va kamchiliklar uchun ma'zur tutasiz. Vaqtingizga rozi bo'ling. Assalomu alaykum.